Assalomu alaykum osinjonlar, qaysizlar, tuzimizlar? Bizda har doimgidek hovlimizni ko'ryapsizlar, hamma yoq g'azon bo'lib yotibdi. Shamol bo'lmagan, ishtima bo'lmagan, lekin g'azon. Uzumlar bargi to'kilib ketyapti. Narog'da xurmo bor, xurmoni bargi va shu tog' bo'lib ketyapti to'kilib. Hovlini shipiraman har doim yarim soatga bormasdan yana barglar to'kilib eski holatiga qaytib qolyapti. Mayli, qilgan mehnatlarimizni Alloh ajrini bersin, kelinjonlar. Mana shunaqangi podokonyeklarni artdim, zinalarni artdim. Уже 2 kun artmadim xolos. Birpasda changdi. Уже shamol bo'lmasa ham birpasda hamma yoq chang bo'lyapti. Havo juda ham chang. Biz Toshkentda ham shunaqa havo chang ekan. Bizda Qo'qonda ham xuddi shunaqa chang. Kechqurun даже ko'chaga chiqsangiz tuman bas, kabuta tumanga o'xshaydi changdanda. Bizning yonimizda, atrofimizda domlar buzilyapti, qurilish bo'lyapti. Shuning uchun menimcha hamma yoq chang bo'lyapti. Toza havo umuman qolmayapti-da, o'sha borgan sari. Hamma joylar zinalarda artib bo'lib, men Muhammad Solih bilan neyropatologga chiqdim. Chunki Muhammad Solih juda ham asabiy bo'lib ketyapti. Asabiylashib, oyoq qo'lini unday qaltiratyapti. Bu holat boshida kam-kamida borgan sari ko'payyapti. Shuning uchun neyropatologga ko'p tarmoqda bor ekan, detskiy neyropatologga chiqdik. Odam juda ham ko'p. Bilmayman, hamma balachalar asabiymi, ochretimiz o'zi ham 1,5 soatda keldi, qizlar. Kirib chiqdik, neyropatologga ham doktor aytdi, bala o'zi hozir hamma bala asabiy. Keyin kam qonlikdan ham bala shunaqa asabiy bo'lib, bunday qaltiraydi, taryan bo'lib olibdi. Qonini hali tekshirmadim. Tekshirtirish kerak. Qizlar, mana shu yo'llardan men yoshligimda har kun o'tardim. Men chunki Arqada maktab bor, o'sha yerda o'qiganman. Sinfdoshlarimiz bilan har doim o'tardik. Men bu yerda yoshligim o'tganda, men даже xayolimga kelmagan shekilli kelin bo'lishim. Qaranglar, taqdir ajoyibda. Endi shetdan farzandimni yetalab yuribman. Alhamdulillah, shu kunga yetib keldik. Qizlar, aytgancha, bizga obuna bo'lib qo'yinglar va Instagram va Telegram sahifamizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlarga hali ko'p zo'r yangiliklarimiz bor, inshaalloh. O'g'limni ko'ryapsizlar, men bu balachani umuman tinch qo'ymadim. Bu balacha 2 yosh ekan. Muhammad Solih 1 yosh. Uni ham telefonini olib qo'yapti. O'zini ham qo'lida telefon. Ikkala telefonda ko'raman deyapti. U balacha ancha yosh ekan, yana ham indamadi. Keyin neyropatologdan chiqdik, o'g'lim bilan poliklinikaga kirdim. Muhammad Solih 1 hafta 10 kun oldin mandarin yegan, qulog'ini yoniga kindigini pastiga yara chiqdi. Yarami, toshma, qanaqadir toshmada, yara bas toshma. Allergiya deb o'yladim boshida. Qarasam, o'tib ketmayapti. Allergiya boshqacha bo'ladi. Men ko'rgan allergiyalar. Poliklinikaga olib chiqsam, poliklinikadagi doktor ham allergiya dedi. Dezalin beri o'tib ketadi dedi. Lekin dezalin ichdi, hali o'tib ketmadi. Lekin uni qulog'ini yonidagi sal kengayib qolgan, qoshini yoniga ham chiqibdi. Agar o'tib ketmasa, yana 1-2 kunda kojiniga olib boraman. Baribir men bunaqa narsadan juda ham xavotirdaman. Nima uchun allergiya bo'lsa ham nima uchun chiqyapti? O'sha mandarin yemayapti-da Muhammad Solih. O'shanda deganicha boshqa yemadi. Nima uchun chiqib turganini bilish kerak-ku odam, to'g'rimi? Albatta bizni kuzatishda davom etinglar, hamma narsani aytib boraman.